Nursan. Men maktabning eng chiroyli qizi Yamada san bilan birga ketyapman. Nerma maktabidagi jinoyatchilarning 90% yangi yuqori maktabga chiqib ketar ekan. Voy! Ha. Bolakay, maktabimiz haqida nimalarni gapiryapsan? Uzr so'rayman, iltimos qo'yib yuboringlar. Uzr so'rash bilan biron nima hal bo'lsa edi, bunday janjallar bo'lmasdi. Nima? Aytakun. Nima bo'ldi? Yoqimtoy ekan. Bu yigit bizning maktabimiz haqida noto'g'ri bo'lishi, mumkin bo'lgan gaplarni aytdi. Axir men uzr so'radim-ku. Aytakun meni yonimda bo'lsa o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Bir marta kechiringlar. To'xta, nima? Sizlar ikkalanglar uchrashasizlarmi? Bo'lishi mumkin emas. Voy, odamlardan uchrashuv haqida eshitish biroz uyatli. Menimcha, bizni shunda odasi bo'ladi. To'g'rimi Aytakun? Bu ahmoq bilanmi? Bu nima endi? Xo'sh, agar u seni yigiting bo'lsa, bu umumiy javobgarlikni talab qiladi. Buni evaziga ichki kiyimingni ko'rsatishga nima deysiz? Xo'sh, agar buni evaziga meni to'nga Aytakunimni qo'yib yuborsanglar, roziman. Mumkinmi? Yaxshi ham so'raganim. Yaqinroq kelmasanglar ko'ra olmaysizlar.